Assalomu alaykum barchaga, xayrli tong hammaga. Zikr 009, nomerlari ham 009. Buni polni ishlarni qilib beryapmiz. O'tgan yil kuzda zimniy balonlarni toqib yurdik, qish boshlangandan. Bugun mana Pirelli shinasini toqdik. Уже bahor, yoz buyog'i. 100 kilovatlik batareya bor bunda, 630 km zapas bor. Tur sekund dunyoda eng tez minivillarning ichida 100 ga chiqayotgan model imенно mana shu Zikr 009 bo'ladi. Tur sekundda 100 ga chiqadi. Ishlari va shu dahshat. Qaranglar-da, soatlarigacha bor. Oynalari o'zi qorayadi, o'zi ocharadi. Atamankalar xullas zo'r mashina bu. Ruschalargacha qilingan. Reduktor moylarini ham almashtirib beramiz bu mashinani, birato'la. Oldilarni ham qaranglar, allambalo mashina. Xullas Zikr 009 bo'yicha ham servisning uslubi bizda mavjud, bemalol kelaverasizlar. BYD Song Plus flagship ko'pchilik so'rayotganda narxini oldindan aytaman, 16900. Kraskalari top-toza. Banferda ozgina mana bunaqa shilingan joyi bor. Nozik miyatina bor, bemalol ko'zini yumib qivoradi bizning nozimimiz buni. 2021-22-yilda olingan, 12-oy. 21 Sulupoy 360, Biskuluchoy hamma narsa bor, flagship komplektatsiya. Ya'ni mashinani tashqarisi yuvilgan, ichlari turibdi. Luk panorama shtor hamma narsasi ishlaydi. Flagship 505 km yurayotgani, 77 ming yurgan, lekin yonkisida 92% chotka turibdi. Bamperda ham ko'rib turibsizlar, qirilgan joyi bor. Xuddi shu turishligiga sotiladi. Krugovoy tonirovkaga noyabrgacha ruxsatnomasi bor ekan. Yurishlari zo'r, chotka, titik, ideal, imperial shinalar qo'yilgan. Ketgan balon ham almashtirib olish kerak. Arzon balon qo'yib olsa bo'ladi bemalol radnoyidan. 16900 mana bosib olinglar arzonga. So'rayotdinglar. BYD Y2 ni qotili BYD D1. Boyna bundan oldin istoriya qo'ydim, narxida adashib ketgan ekanman. Narxini endi to'g'rilab qo'yamiz. Qaranglar. Bu mini bu. Minivinlar kichkinasi, lekin juda zo'r, ichlari keng, katta. BYD D1 modeli 2023-24-yil olingan, lekin 6 oymi 7 oy oldin olingan ekan. 23,5 ming ham olib keltirgan ekan zakazga. Lekin buni narxi hozir 15500 akalar. 17-18 ga ketamiz dedi, yo'qda bir amallab ko'ndirdim. Mabodo qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Y2 da ancha zo'r, 450 km zapas bor, 53 kilovat batareya turibdi. Mana kichkina tablosi mana bu yoqda, plansheti bor. Skor, xullas hamma narsasi joy-joyida. Chotki laminatsiyalar qilingan. Siguldan, Y2 dan ancha katta, Y2 dan, Siguldan katta, 15500 mana bosinglar. Song Plus gibridda imенно avdisini ko'pchilik so'rayotgandi. Rangi oq 2024 bo'lsinda, mana 2024 19000 yurgan top-toza avd gibrid keldi. Oldi orqa tortadi buni, juda ham kuchli. Mana bu yoqda avd orqalariga yozilgan bo'ladi. Fulli 3-pozitsiya 444 millionlik pozitsiya bo'ladi. Bu Krugovoy tonirovkaga ruxsatnomalar bor. Sulupoy 360, xullas Biskuluchoy hamma narsa bor. Laminatsiyalari ham shu turibdi. Matvi turibdi mana sidenalari, cho'tki, ichiga qirilib, chizilib, dabdala bo'lmagan. Luk panorama shtorka, katta monitor, 19559 yurgan, ikkitalab pulti, cho'tki turibdi. Tonirovkalargacha qilingan. Titik sveji mashina. 444 millionga o'tgan yil olgan ekan. Hozir ham bitta ikkita bor avtosalonlarda 444 million bo'ladi. Hech qanaqa skidka yo'q, o'zi bu qimmat tagi. Narxi 25500. Bosinglar 25500 ga. Bu sostoyanlarni topish aniq qiyin.